Assalomu alaykum, Leo Garden bog'i mana. Hozir 28-mart. Nok daraxtlarimizga dori sepish ishlarini qilyapmiz. Nok daraxtlari borlar, hozir ko'rish kerak. Nok shirinchasini bolalari gullarda, barglarda so'rishni boshladi. Kim dori sepmaydigan bo'lsa, hozir ayni vaqti keyin nok shirinchasini bolalari katta yetib hasharotga aylanib ketadi. Ertaga Toshkentda yomg'ir xavfi bo'lgani uchun biz bunga kazugamitsin, ziram qo'shyapmiz va nok shirinchasiga spirodiklofen plus abamektin dorisini qo'shib sepyapmiz. Sizlar topsanglar spirodiklofen, spiritetramad, praxifen, yana boshqa dorilar bor. Arilarga ehtiyot bo'lib sepishni tavsiya qilamiz. Gullar holati mana. Bular Santa Maria noklarimiz.